Bu raqam egalari hech qachon qaytmaydi. Qaytishga ham majbur emas. 012 021 017 071 bu raqam egalari hazillashmaydi. Hazilni ham yoqtirishmaydi. Nega ularni hozir xohlasangiz ham taqa olmaysiz? Eng qiziqi bu raqamlar pulga sotilmaydi. 012 0 0dan chiqqan 1 lider bo'lgan, 2 atrofiga odam yurgan, 012 oldida yurib orqasida jamoa tortadiganlar. Bu raqamni taqqan odam reklama qilmaydi, natija ko'rsatadi. 021 0 doira 2 tayanch 1 birinchi 021 sekin yurib oxirida birinchi chiqadiganlar. Shovqin qilmaydi, hurmatni o'zi keladi. 017 0 status 1 lider 7 kuch 017 tez qaror qiladiganlar raqami. Kutmaydi, harakat qiladi. 071 0 sokinlik 7 ichki quvvat 1 birinchi 071 og'ir xarakter. Ular gapirmaydi, ishni joyida hal qiladi. Endi savol: 021 012 017 hamda 071 taqqan odamlar haqida qanday fikrdasiz? Siz o'ylaysiz 3/7 007 001 ga pul yetmaydi deb o'ylaysizmi? Istasa oladi, lekin almashmaydi. Chunki bu raqam moda emas, xotira, bu yo'l. Siz trend orqasida yugurasizmi yoki tarix bilan yurasizmi? Kommentariyada batafsil yozing. Bu raqam taqqan odamlarda o'zida ishonch bo'ladi. To'g'ri, bu raqamlar oddiy mashinalarda taqilishi mumkin, lekin o'sha oddiy mashinada o'tirgan xarakter qimmat mashinada o'tirgan xarakterdan ancha baland. Bu raqam egalari birovga отчет berib o'tirmaydi, birovga iltimos ham qilib o'tirmaydi. Kerak joyda o'zi masalasini hal qiladi. Demak, 3/7 yoki 001 bu qo'larni terib beradigan bo'lsa, almashadi o'ylaysizmi? Ishoning, almashmaydi. Bu raqam taqqan akalar telefon nomerini oxirini ham har doimgidek 012 021 071 hamda 017 bilan tugatadi. Shu raqam egalari oramizda bormi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Akalar zo'r, ha? Videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu raqam egalarini yo'lda ketayotganda yana yo'lni siqib qo'ymang. Bilmaysiz uni ichida kim borligini.